jadval xosligini tengshash. Word'da jadvalninki bir xoslik dialogramkasi bor bo'lib, biz bu orqali jadvalninki umumiy xosligini yoki jadvalning ichidagi kurs, ton, katakchilarninki xosliklarini tengshalaymiz. Buni biz amaliy misol orqali ko'rib o'taylik. Xoslik ko'zligini uchun biz jadvalninki xohlagan bir o'rniga nur belgini ekib qo'yib turib, bu yerdan xoslik knopkasini bossak bo'ladi. Bu vaqtda xoslik ko'zini keshadi. Yoki bo'lmasa jadvalning xohlagan yeriga 10 knopkani bosib, bu yerdan jadval xosligi degan tizimlik a'zosini tanlasak bo'ladi. Buning har ikkalasi o'xshash. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu ustida bir qancha tab yoki taxtaychi bor, kartochka. Buning ichidan biz xohlagan turni tanlab shuningki mashg'ulot deb qaraymiz. Ya'ni jadval, kur, red, katakcha, hamma tekist deganga o'xshash. Endi jadval kelsak, buningki jadvalninki kengligi, ya'ni umumiy kengligi. Bu deganlik jadvalning boshlangan o'rnidan oxirlashgan o'rnigacha bo'lgan kengligini ko'rsatadi. Biz buni qog'ozdagi tekst besilgan o'rniga tankaga daqibsiz. Albatta buni qo'l orqali tengshalaymiz. Yoki bo'lmasa bu yerdan santimetr orqali santimetr qimmat berish orqali tengshalaymiz. Endi yana bir xosligi buning to'g'rilash. Ya'ni jadval kichik bo'lgan vaqtida, ya'ni qog'ozga to'lmaydigan kichikroq bo'lgan vaqtda jadvalni qurning o'ttirdi ko'rsatamdoq o'ng tarafidami yoki so'l tarafidami deganga o'xshash. Bu o'ttirdi ko'rsatish, o'ng tarafdan so'l tarafda ko'rsatish deganga o'xshash. Biz o'ttirdi ko'rsatishni tanlab qo'yaylik. Albatta bu jadval kichikroq bo'lganda unumini ko'rsatadi. Ondan tekst qavati. Yana bu deganimiz jadval bilan tekstlar aralashib kelgan vaqtida jadval qayerda turadi? Ya'ni tekstning orasidami yoki bo'lmasa tekst bilan jadval ayrilib turamdi. Ya'ni jadval bayada tekst yo'q, jadval oxirlashgandan keyin tekst paydo bo'lgan yoki jadvalninki üstü qismida jadval yo'q yerda tekst bor deganga o'xshash. Bu turlarni tanlab belgili oldu. Uningdan boshqa jadvalning yo'nalishi. Biz Uyg'urcha xat yozgan vaqtimizda o'ngdan so'lga yo'nalishga yozamiz. Shunga jadvalning yo'nalishini o'ngdan so'lga yaxshi. So'ldan o'ngga bo'lib qolsa bu jadval ta'tirib qoldi. Buning o'xshash. Ama hozir buni so'ldan o'ng qilib qo'ydim. Buni yanala o'ngdan so'lga qilib ishlatga yaxshi. Bu jadvalga munosabatli xosliklar. Albatta bu yerda texnik inchki tafsilotlar bor. Masalan, jadvalninki girbak chiziqlarni qandoq chiqarish, uzuk chiziqmi, tuz chiziqmi, egri chiziqmi, qo'sh chiziqmi deganga o'xshash. Ondan buning ramkalarninki qaysi ramkalarni ko'rsatish, qaysini ko'rsatmaslikdek inchki tafsilotlarni belgilagili bo'ldi. Odatdagi tafsilotlar shu bevosita ko'ringanlari. Hamda qurg'i kelsak, bu yerda qurninki egizligini belgilab oldi. Yana bu yerda egizligini belgilaganda yana bir qancha xil usul bor. Birisi bu yerga oz deganda tanlab qo'ygan vaqtimizda qur eng kichik bo'lganda shunchalik bo'ldi egizligi. Lekin buniki qanchalik cho'ng bo'lsa bo'ldi, buniki kichiklatgan olmaydi. Navodi dal desak, buningki qurninki egizligi biz bekitgan mushadika son 0 bunchalar bo'ldi, bu o'zgarmaydi. Agar mazmun patmay qolib qolsa, uzunusiga katakni kengaytirdi. Qurninki egizligi o'zgarmaydi. Az deganda tanlab qo'ysak, bu ehtiyojga asosan, tekstga asosan qurning egizligi ko'proq tekst olsa kengayib o'zi avtomatik tenglashadi. Endi red, bu redning o'xshashlar kenglik xosligi bor. Buninki birlikini bekitib qo'ysak, qurning kengligi shu xoslik bo'yicha chiqadi. Stonninki kengligi.
Endi katakcha. Katakchaga kelganda katakchaning kengligini bekitalaymiz. Ondan katakchadagi mazmunlar vertikal holatda qayerga to'g'rildi? O'ttirib turamdi, ustidimi, ostidimi deganga o'xshash. Bularni o'sha yerni tanlab bilalaymiz. Yani bizning teksturimiz bu o'ttirda turadi. Bu jadval xosliqlarningki tanishish usuli.